Barchangizga yana bir bora kun xayrli bo'lsin deymiz. Andijon shahridagi Alisher Navoiy nomidagi madaniyat va istirohat bog'i yoshlar bilan, tashabbuskorlar bilan gavjum va biz esa jonli efirlarimizni yana to'g'ridan-to'g'ri sizlarga uzatishga harakat qilamiz jonli efirlarimizda va bilasizmi, bu yerda o'sha yoshlar yetakchilari pavilyoni, o'zlarini o'sha tadbirkorligini rivojlantirishni maqsad qilgan yoshlar bilan bu yer gavjumligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bir narsani aytish kerak, o'sha dasturlarimiz davomida ko'rganingizdek, tadbirkor yoshlar ham bu yerga kelishgan, o'zlarini o'sha tashabbuslarini ko'rsatishlari uchun, tadbirkorligini kengaytirish uchun bu yerga kelayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bizda mutaxassis borlar, o'sha yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish jamg'armasi tomonidan mutaxassislar ham ishtirok etishyapti. Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Rahmat. Ismim Diyora Yunusova. Tashkilotchiman tadbirkorlik pavilyonida. Mana ertalabdan andijonlik yoshlar tadbirkorlik pavilyonida o'z biznes g'oyalari bilan kelib, juda ko'tarinki kayfiyatda o'tmoqda. Mana ko'rdingizda, andijonlik yoshlarni tashabbuslarini ko'ryapsizmi endi bu yerda? Juda ajoyib tashabbuslar bilan kelishmoqda. Masalan, innovatsion qayta ishlash chiqindilarini qayta ishlash tashabbuslarini ko'rdik va undan tashqari o'nlab juda innovatsion g'oyalar bilan kelishmoqda. Va bir narsani so'ramoqchiman-da, o'sha yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish jamg'armasi o'sha yoshlarni qo'llab-quvvatlashda umuman respublikamiz bo'ylab qanaqangi ishlar amalga oshirilyapti va Andijonda buni samarasi qanday bo'ladi? Shu paytgacha tashabbuslar marafoni doirasida 50 mingdan ortiq yoshlarni qamrab oldik tadbirkorlik pavilyonida va biz jamg'armaning o'z loyihalarini targ'ib qilib bormoqdamiz. Masalan, yangi avlod tadbirkorlari, prezidentimiz buyruqlariga asosan 40 ming yoshlarni Stanford, Yale, Harvard kabi nufuzli universitetlar bilan hamkorlikda o'qitishni tayinlangan va tadbirkorlik chempionatida 1 milliard so'mgacha g'oliblarga ajratilish kabi loyihalar targ'ib qilib borilmoqda va andijonlik yoshlarni ham shu loyihalar bilan tanishtirib bormoqdamiz. Endi o'zlarini tashabbuslarini bildiryaptimi endi yoshlar masalan? Albatta. Mana ertalabdan biz 50 mingga yaqin yoshlar bilan muloqot qilib, ularni g'oyalarini qabul qilib oldik, tashabbuslarini ro'yxatdan o'tkazdik. Endi ularni qo'llab-quvvatlab investitsiya ajratish rejalashtirmoqchimiz. Endi bu kabi marafonlar o'zini samarasini beradimi? Masalan, o'sha yoshlar keladigan bo'lsa, bu yerda barcha yoshlarda, tashabbuskor yoshlarda, to'g'rimi? Tashabbuskor yoshlar, albatta ularni eshityapmiz, g'oyalarini qo'llab-quvvatlamoqdamiz va juda samarali deb o'ylayman shu kabi marafonlar o'tkazilishi. Rahmat sizga, charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Va ko'ryapsizmi, o'sha tadbirkorlik qilish istagidagi yoshlar, umuman olganda har bir yosh o'zini o'sha tashabbusini ko'rsatishga harakat qilyapti va bu yerda esa o'sha yoshlar yetakchilariga, mana orqa fonimizda yoshlar yetakchilari bu yerda o'zlarini tashabbuslari, innovatsion g'oyalarini, o'sha mahallalarda yana nimalarni amalga oshirish kerak shular to'g'risida menimcha prezentatsiyalar qilishmoqda va bizda ana shunday yoshlar yetakchilari bor. Ular bilan suhbatlashamiz. Keling endi, tashabbuskor yoshlarimizdan biri. Kun xayrli bo'lsin. Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Men Mahmud bo'lyapti endi forum. Yaxshi, juda ham ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Mana yoshlar tashabbuslari marafonida ishtirok etdik. Men Mahmud Muhammad Ali, Andijon tumani Namuna mahalla yoshlar yetakchisiman. Ushbu marafonda bizga random orqali yoshlar yetakchilaridan jamoa tashkillashtirildi. Bizning jamoamiz nomi yuksalish bo'ldi va bizga berilgan mavzu yoshlar o'rtasida huquqbuzarlikni oldini olish bo'ldi. Bunda birinchi o'rinda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan kiber xavfsizlik hamda yoshlar o'rtasida giyohvandlikni oldini olish bo'yicha o'z loyihamizni ishlab chiqdik va viloyatimizdagi barcha a'lochi yoshlar yetakchilariga ushbu loyihamizni taqdim qildik. Bu orqali biz yoshlarimizni huquqbuzarlikni oldini olish bo'yicha tushunchalarini juda ham orttirishga qanchadir hissa qo'shdik degan umiddamiz. Va bu yerda juda ham ko'plab o'sha yoshlar yetakchilari ishtirok etishyapti-da va har birida menimcha g'oya bor, to'g'rimi? Va mahallasiga buni tatbiq etadigan bo'lsa, o'zini samarasini berish ham kerak. Albatta, har bitta yoshlar yetakchilarida yangi g'oya, yangi loyihalar mavjud. Buni albatta boshqa yoshlar yetakchilari bilan fikr almashganda mahalladagi yoshlarni ancha fikrini, dunyoqarashini va kelajakka bo'lgan qiziqishlarini orttirishga xizmat qilishi mumkin. Endi yana bir narsani aytish kerak-da. Albatta bu kabi marafonlar o'tkazilishi kerakmi va natijasi ham?
menimcha yoshlar yetakchilarini, yoshlarning qo'lida bo'lsa kerak natijadorligini ko'rsatish. Albatta, buni samarasi mahalladagi yoshlar bilan ishlaganda yaxshi ko'rinadi. Sababi bunday marafonlarning ko'payishi o'zaro hamkasblarimiz bilan fikr almashishga, bu almashilgan fikrlarni mahallada targ'ib qilishimiz yoshlarimizni ma'naviy, ma'rifiy salohiyatini oshirishga juda ham katta hissa qo'shadi. Marafon erta tongdan boshlandida, menimcha har bir o'sha pavilyonlarda yoshlarni o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz kerak, tashabbuskorlarni ko'rgan bo'lsangiz kerak, g'oyalarni ko'rgan bo'lsangiz va mahallamizda ham mana shunday yoshlar bo'lsa-yu deyotgan bo'lsangiz kerak. Albatta, ushbu marafonni mahalla miqyosida hamda o'zimizni tumanimiz miqyosida o'tkazishni hozir hamkasblarimiz bilan reja qildik. Sababi bu yerda butun viloyatdan ishtirokchilar qatnashyapti. Buni tuman, mahalla bosqichlarini o'tkazish, mahalla miqyosida o'tkazish bu albatta ancha samara ko'rsatadi. Bunday rejalar qildik sheriklarimiz bilan. Rejalar qilindi. Va hozir bu yerda mana juda ham gavjum o'sha yoshlar ishlari agentligi rahbari har bir yosh bilan suhbatlashayotgan bo'lsa, sizlarda ham bo'lsa kerak, o'zimizning g'oyamizni ko'rsatishimiz kerak deyotgan bo'lsangiz kerak. Xuddi shunday respublikamiz rahbari Alisher Zafarov Sadullayevga o'zimizni yangi kreativ tashabbuslarimizni, g'oyalarimizni taqdimot qilmoqchi bo'lib, o'zi hayajonda turibmiz, kutyapmiz bu insonni. Bizni belgilangan joyimizga borishi bilan o'zimizni yangi loyihalarimizni taqdimot qilamiz albatta. Va albatta bu menimcha respublika bo'ylab ham agarda o'sha e'tiborga olinadigan bo'lsa, targ'ib qilish muhim. Albatta, bizning loyihalarimiz yaxshi tasdiqlanadigan bo'lsa, butun respublika yoshlar yetakchilari o'rtasida, butun mahallalarda ushbu loyihalarimiz tasdiqlanib, yoshlar o'rtasida tatbiq qilinadi va bu bizni boshlang'ich birinchi erishgan yutug'imiz hisoblanadi. Va bir narsani aytishimiz kerak, aziz tomoshabinlar, hozir mana biznes marafon ham bo'lyapti-da. To'g'rimi? Bu yerda o'sha tadbirkor yoshlar o'zlarining g'oyalarini namoyish etishyapti. Mahallangizda ham bo'lsa kerak, menimcha o'sha tadbirkorlik qilayotgan yoshlar qanchani tashkil etadi, yoshlar yetakchilari bilishadi, albatta. Xuddi shunday mahallamizda ham o'z hayot yo'lida birinchi biznesini boshlagan yoki tadbirkorlikka qiziqqan yoshlarimiz bir qancha bor. Ularda xo'p birinchi biznes rejalarini ishlab chiqishga yordam berish va ularga moddiy tomonlama yordam berish, ularga suvda subsidiya va kreditlar ajratish, yosh tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash uchun yurtimizda juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Banklarimiz tomonidan berilayotgan ushbu kreditlar, yoshlarimizga berilayotgan bu summalar kelajakdagi o'z tadbirkorlik yo'llarini yo'lga qo'yishib, o'zlarining o'rnini topishga ancha yordam beradi. Sizga rahmat kattakon. Salomat bo'ling. G'oyalaringiz albatta respublika bo'ylab tatbiq etilsin. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Mana guvohi bo'lganingizdek, yoshlar barchalari o'sha xoh tadbirkorlik bo'lsin, xoh o'sha yangi g'oyalari bo'lsin, tatbiq etish harakatida. Va albatta bular amaliyotga joriy etilishi kerak. Guvoh bo'lganingizdek biznes marafon mana mutaxassislar, yirik tadbirkorlar bu yerda o'sha yoshlarga o'zgacha shukuh, ilhom bag'ishlashyapti va bundan so'ng mana shunday uchrashuvlardan so'ng esa amaliyotga joriy etilishi kerak. Va bir narsani aytishimiz kerak, bu yerda kitobxonlik pavilyoni ham bor ekan. Yoshlarni kitobxonlikka jalb etish uchun ko'ryapsizmi, qanaqangi o'sha jarayonlar qilingan. Andijon har bir yo'nalishda tashabbuslarini o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Jonli efirlarda mana shunday gavjum insonlar har bir o'sha jihatga e'tibor berishi menimcha juda ham muhim sanaladi. Chunki o'zlari xohlab kelishyapti bu kabi o'sha marafonlarga, mana shunday jarayonlarda ishtirok etish uchun harakat qilishyapti. Demakki, yoshlarimiz bu kabi joriy etilayotgan ishlardan unumli foydalanib, bunda o'zini tashabbuslarini ko'rsatadigan bo'lsalar, andijonlik yoshlar yana bir bora respublikada birinchilardan bo'lib o'zlarining salohiyatini namoyon eta oladi deyishimiz mumkin bo'ladi. Biz esa sizlar bilan xayrlashmaymiz, yana jonli efirlarni kuzatib boring. Andijon teleradio kanali ijodkorlari esa har bir qaynoq jarayonlarni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang.